Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Bugun sizlar bilan sun'iy intellekt asoslari fani 5-darsimiz sun'iy neyron tarmoqlari haqida gaplashamiz. Sun'iy neyron tarmoqlari bu inson miyasi tuzilishi va faoliyatidan ilhomlangan holda hisoblash mexanizmi modellari hisoblanadi. Ular murakkab ma'lumotlarni qayta ishlash, o'rganish imkonini beradi. Neyron tarmoqlar ustida mantiqiy amallar bajarish mumkin. Bu mantiqiy amallar ma'lumotlarni qabul qiladigan, qayta ishlaydigan va uzatadigan asosiy birliklardan hisoblanadi. Birinchi bo'lib biz qaror qabul qilish. Har bir neyron boshqa neyrondan yoki tashqi manbadan ma'lumot oladi. Ikkinchi bo'lib uni qayta ishlaydi. Ya'ni olingan ma'lumotlar neyronning o'ziga xos funksiyasi yordamida qayta ishlaydi. Natija keng neyronlarga yoki chiqish qismiga uzatiladi va oxirgi bosqichimiz bu neyron ma'lumotlarni qayta ishlashda mantiqiy amallar va yoki yo'q amallarini bajaradi. Perseptron tushunchasi bor. Bu perseptron eng oddiy neyron tarmog'i turi bir qatlamli va chiziqli chegaralangan funksiyalarga ega bo'ladi. Misol uchun, uni o'ziga xos tuzilishi, vazifasi va o'rganish obyektlari mavjud. Tuzilishi kirish qatlami yashirin qatlamda bitta va chiqish qatlamidan iborat bo'ladi. Kirish ma'lumotlarni qayta ishlash va chiqish qiymatlarini chiqarish mumkin bo'ladi. Xatolarni kamaytirish orqali vaznlarni moslashtirish orqali o'rganishimiz mumkin bo'ladi. Sodda neyron tarmog'i tuzishni bir qancha o'zini etaplari bor. Misol uchun, umuman neyron tarmoq tuzayotganimizda e'tibor qaratadigan joyimiz shundan iboratki, oddiy biz qo'limiz kaftimizni issiqlik manbaiga tutadigan bo'lsak, 1-2 sekunddan keyin funksiya avtomatik olinadi. Bu qanday bo'ladi? Bu qo'lda sezgirlik orqali miyaga signal boradi va signal o'sha neyron tarmoq orqali "or" degan buyruqni beradi va qo'limiz avtomatik muskullar yordamida yuqoriga ko'tariladi, ya'ni issiqlik manbaidan olinadi. Xuddi shunaqa bittayam kirish qatlami, ya'ni tashqi ma'lumotlarni qabul qilish, ya'ni o'sha biz o'z tanamizga, o'z organizmimizga issiqlik ma'lumotini qabul qilyapmiz va ma'lumotlarni qayta ishlayapmiz. Ya'ni bu issiq olishing kerak. Sun'iy intellekt, ya'ni bizni neyron ya'ni miyamizdagi mavjud perseptron va o'ziga xos neyron tarmog'imiz bu buyruqni beradi va chiqish signali orqali biz qo'limizni o'sha issiqlik manbaidan ko'tarishimiz, ya'ni olishimiz mumkin bo'ladi. Ya'ni neyron tarmog'ini o'rganishda algoritmlari bor. Bu ma'lumotlarni tayyorlash, modelni o'rganish, baholash va qo'llash. Ya'ni ma'lumotlarni tayyorlash jarayoni tarkibiga bir nechta ma'lumotlarni tozalash, tartibga keltirish va bo'lishish kabi bosqichlarni olishimiz mumkin. Modelni o'rganish bu ma'lumotlar to'plamidan modelni o'qitish, uni turli ko'rinishda so'rovlar orqali o'rgatishimiz mumkin. Modelni ishlashini baholash, ya'ni har bir modelimiz ishlayotganda sun'iy intellekt uni necha foiz aniqlikda ishlayotgan darajasini ko'rsatib beradi. Bu sun'iy intellektda muhim hisoblanadi va oxirgi bosqichimiz qo'llash hisoblanib,
O'rganilgan modellar amaliy muammolarda hal qilinishida amaliyotda qo'llab ko'rilishi kerak bo'ladi. Neyron tarmog'ini qo'llanish sohalari turli ko'rinishda bo'ladi. Bu neyron tarmoqlarni qo'llanish sohasiga misol qilib rasmlarni tanib olish, tabiiy tilni qayta ishlash, robototexnika va tibbiyot sohalarini olishimiz mumkin. Bu rasmlarni tanib olish, rasmda nima borligini aniqlash. Ya'ni hozirgi kunda eng rivojlanib kelayotgan sohalardan biri bu avtomobil sohasi. Avtomobillarni nomeridan uni kimga tegishliligini bilib olinyapti. Xuddi shu OpenCV kutubxonasi yordamida распознавание hisoblanadi, ya'ni rasmdan ma'lumotni aniqlab olish. Tabiiy tilni qayta ishlash bu matnni tahlil qilish va tushunish hisoblanadi. NLP bu sun'iy intellekt, bu neyron tarmoq yordamida siz istalgan turdagi matningizni speech, ya'ni ovoz holatiga o'tkazishingiz mumkin. Robototexnika jarayonlarini neyron tarmoqlari yordamida boshqarish, bu ayniqsa Yaponiya texnologiyalarida juda ko'p. Misol uchun avtomatlashgan robot olib keladigan maxsus ofitsiant ko'rinishda bo'lishi mumkin. Turli xil robototexnika sohasida ham bu neyron tarmog'i keng qo'llaniladi. Tibbiyotda kasallik tashxislari va uni davolashda, misol uchun, o'pka kasalligi rentgen plastikasiga qarab, SRN texnologiyalari yordamida o'pka pnevmoniya kasalligiga chalinganmi yoki normal ko'rinishdagi holatda turibdimi, bu ko'rinishlarni tibbiyotda sun'iy intellekt yordamida oldindan necha foiz aniqlikda ko'rinishda aytib berish mumkin. Bundan tashqari, neyron tarmog'ini bir qancha afzalliklari va o'ziga yarasha kamchiliklari bor. Misol uchun, afzalligi yuqori aniqlikda ishlaydi, murakkab vazifani hal qilish qobiliyati mavjud va o'ziga xos qobiliyatlari ham mavjud. Kamchiliklari ko'p ma'lumotlarni talab qiladi, ya'ni ma'lumotlar bazamiz qanchalik ko'p bo'lsa, sun'iy intellekt, o'sha neyron tarmog'imiz ishlash aniqligi shuncha yuqori bo'ladi. O'rgatish jarayoni uzoq vaqt talab qilishi mumkin. Misol uchun, haqiqatdan ham o'sha o'pka rentgen plastikasi yordamida pnevmoniya kasalligini aytib berish neyron tarmog'ini tashkil qilish uchun bizga minglab, millionlab o'pka rentgen tashxis kartalari kerak bo'ladi. Qora quti muammosi modelning qanday ishlashini tushunish qiyin. Ya'ni kompyuterimiz modelda tushunishi qiyin bo'ladi. Sababki sun'iy intellekt bu inson ongini avtomatlashtirilgan tizma mexanizmni ishlab chiqish jarayoni va ushbu mexanizm modelni o'qishga juda qiynalishi mumkin. Xulosa o'rnida shuni aytish kerakki, sun'iy intellekt tarmoqlari tez rivojlanayotgan soha hisoblanadi va kelajakda ko'plab imkoniyatlar taqdim etishi mumkin. Ya'ni, neyron tarmoqlari samaradorligi va ishlash prinsipi yaxshilanishi mumkin. Turli sohalarda neyron tarmoqlari keng qo'llanilishi mumkin va neyron tarmoqlarining nazariy asoslari chuqurroq o'rganilishi mumkin. E'tiboringiz uchun rahmat.